Nimaga aynan shu atirlarni bizdan xarid qilishyapti? Chunki bu atirlarni originalni ishlatib yurgan klientlarimiz kelishadi. Kamida shu 400, 500, 700 dollargacha olishadi akosafirlarni ham. O'zligini даже bo'shab qolgan flakonlarni ham olib kelishadi. Refill xizmat qilib to'ldirib beramiz. Ishonch hosil qilgandan keyin kelishadi, hidlarni test qilib, o'zligini sinab, kungacha atirlarimizni uyaltirmayapti. Xudo xolasa uyaltirmaydi ham. Bizani eng kuzatayotgan kuzatuvchilarimizga ham tavsiya qilamiz. Bemalol do'konimizga kelishsa, o'zligiga mos bo'lgan atirlarni tanlab beramiz. Yoki-da onlayn buyurtma versiya ham bo'ladi. Mutaxassislarimiz bor, juda ham kuchli, IQ'si baland bo'lgan bolalar o'zingizlarning fokusinglardan, ya'ni o'zingizlarning imijinglardan kelib chiqqan holatda o'zingizga 100% mos tushadigan atirlardan tanlab berishadi. Agar shunaqa flakonim bo'lsa, sizga olib kelib bersam, original bilan birga bir o'xshatib tayyorlab berasizmi? Albatta tayyorlab beramiz. Даже o'zimizning klimatdan kelib chiqqan holatda, stoyks va shleyflarni kuchaytirilgan holatda tayyorlab beramiz. Ma'lumot uchun rahmat aka. Agar sizlarning ham mana shunaqa bo'shab qolgan flakoninglar bo'lsa, bemalol olib kelib, Ziyodulla akaga topshirsanglar bo'ladi va mavsumga bos eng topoviy atirlar kerak bo'lsa, Gucci parfumga murojaat qilsanglar bo'ladi.